Dasturimizni sport mavzusi bilan davom ettiramiz. Buxoro shahrida mini futbol bo'yicha favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i kubogi bellashuvlari o'tkazildi. Qizg'in kechgan bahslar va ularda qayd etilgan natijalar tafsilotlari muxbirimizning lavhasidan o'rin olgan. Mazkur musobaqa Buxoro viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va uning quyi tizimlari shaxsiy tarkibi o'rtasida tashkil etildi. 29 ta jamoa ishtirok etgan turnirda dastlab jamoalar qur'a natijalariga ko'ra o'z raqiblariga oydinlik kiritib oldilar. Shundan so'ng uchrashuvlarga start berildi. Ta'kidlash joizki, musobaqa davomida har bir jamoa bor kuch va imkoniyatini ishga solgan holda maydonda to'p surdi. Ammo g'oliblik puxta tayyorgarlik ko'rgan va omadli jamoalar tomonida bo'ldi. Bo'lib o'tgan bahslarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, yakuniy hal qiluvchi uchrashuvlarga Buxoro neftni qayta ishlash zavodi obyektlarida favqulodda vaziyatlar bo'limining 16 va 17 qutqaruv qismlari, shuningdek Kogon shahrining favqulodda vaziyatlar bo'limi 3-kasbiylashtirilgan qutqaruv qismi va G'ijduvon tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi 8-qutqaruv qismi jamoalari yetib keldilar. Shu tariqa bronza medallari G'ijduvon tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi 8-qutqaruv qismi va Buxoro neftni qayta ishlash zavodi obyektlarida favqulodda vaziyatlar bo'limining 17-qutqaruv qismi jamoalariga nasib etdi. Turnirning bosh sovrini esa Buxoro neftni qayta ishlash zavodi obyektlarida favqulodda vaziyatlar bo'limining 16-qutqaruv qismi futbolchilariga tegishli bo'ldi. Final uchrashuvida omadi kelmagan Kogon shahrining favqulodda vaziyatlar bo'limi 3-kasbiylashtirilgan qutqaruv qismi jamoasi esa kumush medallarni qo'lga kiritdi. Shu tariqa barcha bellashuvlar o'z nihoyasiga yetgach, turnirning taqdirlash marosimi ham bo'lib o'tdi. Unda sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritgan sportchilarga tashkilotchilar tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, ushbu musobaqada bosh sovrinni qo'lga kiritgan jamoa endilikda respublika bosqichida Buxoro viloyati sharafini himoya qiladi.